11. bab. Amonlarning podshohi Nahash Gilatdagi Yabesh shahriga kelib, u yani qamal qildi. Bütün Yabesh aholisi podsho Nahashga: "Agar biz bilan kelishim tuzsizlar, sizlarga el bo'layli" dedi. Podsho Nahash ularga javoban: "Undaqda har biringlarning o'ng ko'zini o'yib olib, butkul Isroillarni xo'rliqda qoldirish sharti ostida sizlar bilan akt tuzay" dedi. Yabeshning oqsoqollari uningga: "Bizga 7 kunlik muhlat bergayla. Biz butkul Isroiliya zeminiga elchilar avatayli. Shu jarayonda bizni qutqizadigan odam chiqmasa, sizlarga taslim bo'layli" dedi. Elchilar Saulning yurti Giboh shahriga yetib kelganda, xalqqa bu xabarni yetkazgan edi. Bütün xalq dod faryod ko'tarib yig'lashdi. Shu chog'da Saul itizligidan chiqib, o'kizlarini haydab kelyotdi. U xalq nima uchun yig'lashidi deb atrofdagilardan so'rgan edi. Ular uningga Yabeshdan kelgan kishilarning xabarini aytdi. Saul bu xabarni anglaganda, Xudoning ruhi uningga kuch-qudratni tushib, g'azabi qattiq o'rlidi. U 2 o'kizni so'yib, parchalab, ularning go'shtlarini xabarchilardan butkul Isroiliya zeminiga avatib, "Endi kimki Saul bilan Samuelga agishib, urushga atlanmasa, uning buqlarimi mushundaq parchalandi" deb e'lon qilg'izdi. Parvardigor xalqqa Saulning qahri orqali shundoq qo'rqish soldiki, ular birdak ittifoqlashib chiqib keldi. Saul ularni Bazaq degan yerga yig'di. U yerda Yahuda qabilasidan 30 ming kishi, Isroilning boshqa qabillardan 300 ming kishi bor edi. Saul Gilatdagi Yabeshdan kelgan elchilarga: "Sizlar Yabeshga qaytib berib, Yabeshliklarga aytinglar, at tushda ular qutqizildi" dedi. Yabeshliklar bu xabarni anglab, intayin xushal bo'lib ketishdi. Ular Amonlarga: "Ati biz sizlarga taslim bo'lamiz. Bizga qanday qilg'inglar kelsa, shunda qilinglar" dedi. İkinci kuni Saul odamlarni 3 qismga bo'lib, tong etishi bilan Amonlarning bargohiga hujum qilib kirib, tushkicha ularni qirg'in qildi. Hayot qolganlar shundoq parakanda bo'lib, har tarafga qochdiki, hatto 2 odamning bir yerda turganligini ko'rgili bo'lmadi. Xalq Samuelga: "Saul qandoqmi bizga podsho bo'laolsin deganlar kimlar? Ular o'tirg'i chiqarilsin, biz ularni o'ltiramiz" deyishdi. Bugun hech kimni o'ltirishga bo'lmaydi. Chunki bugun Parvardigor Isroiliyaga nusrat bergan kun, dedi Saul. Samuel xaloyiqqa: "Gilgalga berib, shu yerda Saulning podshohligini yangi boshdan jakarlayli" dedi. Xalq Gilgalga berib, Parvardigor oldida Saulning podsho ekanligini yangi boshdan e'tirof qildi. Ham Parvardigorga omonlik qurbonliklari qilishdi. Saul bilan butkul Isroil xalqi shod-xuramlikqa cho'mdi.